Selam şayanlar. Qirg'iy hayvonlar bilan tanishuvimizni davom etamizmi? Olaysa, bugun men sizga alpaka turida so'zlarman. Alpaka buyuk burungi jon egasi. U Misr piramidalari tuzilgan shuq yashagan. Ular 50 dan naq ilkka Kunyoq Amerika tog'larida umr etdilar. Haligi jon egasining buyukligi yaqincha 1 metr. Ular kichkinagina lama yaisa kudra yunli baranga o'xshaganlar. Alpakaning og'irligi 70 kilogram tirasi. Onun tepilari suyakli. Ular barmoqdagi kichkina suyakka tayanib harakat etadi. Haligi hayvonlar kaja yaisa sariqlar kabi bulimlarni toptamay, chunki ularda tuyoq yo'q. Bu hayvonning tub belgisi qalin ham uzun yun. Shunga ko'ra ularni buyuk qadrlab saqlaylar. Yuni qalin bo'lganga ko'ra alpakalar salqin o'rinlarda yasharga joylashgan. Ularni bir nindi salqinlarda qo'rqitmay. Alpakalar turli tusda bo'ladi. Qo'y birlari oq, qing'ir qora bo'lsa, qo'y vaqt oqli yaisa oq sul suratlarida uchraydi. Yuni yengil, yumshoq ham yaltirab turganga uni buyuk yaratalar. Haligi jon egalari bir-birisi bilan turli harakatlar yasab aralashadi. Ularning tuz bosib turuvi, quloqlarini harakatlantiruvi, mo'yinni burulari narsada bo'lsa anglatadi. Do'stlar, sizning alpaka tovushini eshitganingiz bormi? Yo'qdir ma'g'ayin, shulaymi? Olaysa, aydagiz tinglab qarang. Aytganimcha, alpakalar Kunyoq Amerika materigida Ant tog'larida yashaydi. Mundagi o'rmonlarda, tog' tubalarida, yor bo'ylarida ularning soni shoqdi. Alpakalar qutularga birlashib yashaydi. Ular ulan o'smagan qorli o'rinlarda yurishga yaratadi. Haligi hayvon kunduz aktiv, tunla ular yol etadilar. Haligi jon egalari ulan bilan to'qlanadi. Ularning tub rizqi ulan, yaproq, qish kuni pishan, yashilcha, ipida o'shalar. Ammo eng yaratgan oziqlari tuz. Tuz ko'rsa, alpakalarni o'rindan ayirib olirman deyman. Alpaka qo'lga tez yalashadi. Ular buyuk qiziqsinishgan. Shunga ko'ra qo'y vaqt qiziqli mojarolarga da uchraydilar. Haligi jon egalarin yuk tashuvishida foydalanalar. Ular 70 kilogram shamasi yuk tortirga salatli. Salqin tog'larda yashovchi alpaka ana shunday jon egasi. Uning turida shoq tesiladi. Hozir so'rovlarga ko'shik. Alpaka yirtqich hayvonmi? Yo'q. Aferin shayanlar. Alpaka bo'ri, ayu, yo'lbars kabi yirtqich jon egasi tugul. Balki u bijak bilan to'qlanadir. Yo'q. Aferin, yo'q. Haligi hayvon bijak oshamaydi. Olaysa alpaka ulan bilan to'qlanuvchi jon egasimi? Ayyi, naq shulay. U yaproq ulan oshavchi hayvon. Do'stlar, ikkinchi so'rovga javob bera olarsizmi-kan? Alpakaning terisi buyuk qiymatlimi? Yo'q, durust javob berdingiz. Balki u buyuk usta ovchidir? Yo'q shayanlar. Alpaka ulan bilan to'qlanuvchi hayvon. Shunga ko'ra u boshqa hayvonlarni ovlamaydi. Olaysa uning yuni qiymatlimi? Ayyi, buyuk durust. Alpakaning yuni dunyodagi eng zotli yun. Shunga ko'ra uni buyuk qadrlab saqlaylar ham urshitadilar. So'nggi so'rovga ko'shik. Alpaka tuyoqli hayvonmi? Yo'q, durust javob berdingiz. Balki uning tapiyi suyaklidir. Nechuk o'ylaysiz? Aferin do'stlar, naq shulay. Alpakaning tuyog'i yo'q. Uning tapiyida suyal o'rnashgan. Bugunga mana shular do'stlar. Jannatlarni, hayvonlarni kuzatib yashagiz. Kelasi uchrashuvlarga qadar sog' bo'ling'iz.